Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta ko'p uchraydigan savolga javob bermoqchiman. Ya'ni aspirin haqida ko'p savol bo'ladi. Uni qanchadan ichish kerak? O'rniga trombopol, trombaslarni ichsak bo'ladimi degan savol ko'p uchraydi. Shunga javob bermoqchiman. Uni ilojim boricha soddalashtirishga harakat qildim, lekin baribir mana shu sxemani aytmasam buni tushunib bo'lmas ekan. Shuning uchun sistemani ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Sog'lom odam uchun mana shu jarayon doimiy bo'ladigan jarayon. Ya'ni araxidon kislota degan bir modda bo'ladi, qon tomirida ichida aylanib yuradigan. Bu moddadan SOK1 ya'ni siklooksiggenaza 1 degan ferment ta'sirida tromboksan A hosil bo'ladi. Bu tromboksan A ni vazifasi qon tomirida toraytiradi, qonni qo'yig'lashtiradi. Yosh katta odamlarda aktivroq bo'ladi bu jarayon. Endi araxidon kislotadan qachonki organizmda yallig'lanish bo'lsa, ya'ni shamollash, bir infeksion jarayon bo'ladigan bo'lsa, araxidon kislotadan siklooksiggenaza 2 fermenti ta'sirida prostaglandin hosil bo'ladi. Bu yallig'lanish jarayonlarida shu sxema faollashadi. Va bu sxema doimiy faol turishi mumkin. Endi araxidon kislotadan hosil bo'lgan prostaglandin bu tabiiy yallig'lanishga qarshi kurashuvchi modda. Ya'ni organizm o'zini o'zi yallig'lanishni yo'qotishga harakat qiladi shu modda ta'sirida. Ya'ni buni ta'siri nima? Bu og'riqni paydo qiladi organizmda. Bu degani u og'riq bo'lmaguncha harakatni cheklamaymiz, yuraveramiz masalan, u kasallik rivojlanib ketishi mumkin. Shuning uchun og'riqni paydo qiladi, ya'ni harakatni chekladigan ma'noda. Keyin temperaturani ko'taradi, ya'ni o'sha infeksiya 36 gradusda yashaydigan bo'lsa, temperatura ko'tarilgan sari, ya'ni 40 gradusda o'lishi mumkin. Shuning uchun bu himoya qilish uchun temperaturani ko'tarib beradi. Keyingisi tomirni kengaytiradi prostaglandin. Bu kengayish natijasida qon kelishi o'sha a'zoga ko'payadi va natijada o'sha immun tanachalar ham infeksiyaga qarshi kurash uchun yetib keladi. Keyingisi qonni suyultiradi. Bu ham immun tanachalarning kelishi uchun, ya'ni o'sha joyda qon aylanishni yaxshilash uchun. Keyin oshqozonni himoya qilib turadi. Endi biz beradigan aspirinning ta'sir mexanizmi aynan shu yerdan kelib chiqadi. Ya'ni biz agar 300 mg gacha dozada aspirin beradigan bo'lsak bemorga, u SOK1 ni bloklaydi. Ya'ni bu tomonni bloklaydi. Ya'ni mana tromboksan A hosil bo'lishi to'xtaydi. Natijada tomir kengayadi, qon suyuladi. Ya'ni buni ta'siri yo'qqa chiqdi. Mana ta'sirlarda aksi bo'ladi. 300 mg dan kichkinasi, demak, qon tomirlarini kengaytiradi va qonni suyultiradi. Bu tomonni bloklagani hisobiga. Endi aspirinni agar katta dozada, ya'ni 300 mg dan oshiq miqdorda ichiladigan bo'lsa, bunga qo'shib buni ham bloklab qo'yadi. SOK2 ni ham. Natijada prostaglandin sintezi to'xtaydi. Bu to'xtaydi. Ya'ni biz organizmda o'zini kurashib turgan ishiga aralashamiz. Ya'ni biz buni to'xtatib turib, o'zimiz davolashga harakat qilamiz. Organizmda asosiy qiladigan ishini to'xtatamizda biz aralashamiz. Ya'ni bu og'riqni paydo qilib turadi. Biz aspirin berib buni blokladikda og'riq yo'qoldi. Temperaturani ko'tarib turadi. Aspirin bilan bloklab temperaturani tushirdik. Qon tomirlarini kengaytirib turadi, biz uni toraytirib qo'yamiz. Qonni suyultirib turgan edi bu prostaglandin. Endi biz aspirinni katta dozada berib qonni qo'yiqlashtirishimiz mumkin nazariy jihatdan. Oshqozonni himoya qilib turgan moddani bloklab oshqozonga zarar tegishi mumkin. Ya'ni bizda aralashuvimiz asosan simptomatik, ya'ni kasallik simptomlarini yo'qotyapti. Temperaturani tushiryapti, og'riqni qoldiryapti, lekin infeksion jarayon davom etyapti. Xullas, agar aspirinni demak biz katta dozada bersak, shuning uchun aspirin tabletkalari 500 mg shaklda chiqariladi. Ya'ni ular qon suyultiruvchi emas. Ular asosan yallig'lanishni yo'qotish uchun, mana shu jarayonlarda ishtirok etish uchun chiqarilgan bu dozada. Endi aspirinni o'rniga ichiladigan dozalar, ya'ni trombopol, trombaz, kardiomagninlar ham tarkibi asetilsalisil kislota aspirin bilan bir xil tarkibga ega. Faqat bular qonni suyultirish, ya'ni bu tomonga ta'sir qilganligi uchun, shu maqsadda ichilganligi uchun dozasi kam chiqadi, ya'ni maksimal 150 chiqadi. Agar ikki mahal ichib qo'ysangiz ham 300 mg dan oshmaydi. Shuning uchun shunaqa dozada chiqarilgan bular. Qonni suyultirish maqsadida. Undan tashqari bularda ustida qobig'i bo'ladi. Ya'ni kislotaga chidamli qobiq bo'ladi. O'zi tarkibi asetilsalisil kislota, bu oshqozonga tushgandan keyin xlorid kislota bor oshqozonda. Ikkalasi birga bo'lib, kislotali miqdor oshib ketadi. Shuning uchun buni ustida qobiq bilan chiqariladi. To'g'ri 12 barmoqli ichakka o'tib, keyin ishqorda eriydi. Oshqozonga zarari yo'q, uzoq ichilganda ham. Shuning uchun aspirinni to'rdan biri xo'p mayli nimani tromboksan A ni bloklaydi, qonni suyultiradi, lekin ustida qobig'i yo'q. Uzoq muddat ichishga to'g'ri kelmaydi. Oshqozonni ma'lum vaqtdan keyin yallig'lab qo'yish ehtimoli bor.
Shuning uchun bu dozadagi dorilar qon suyultirish maqsadida eng optimal variant. Ya'ni narxi ham arzon. Aspirin bilan deyarli narxi bir-biriga yaqin. Endi biz biladigan juda ko'p yallig'lanishga qarshi nosteroid vositalar deymiz, ya'ni NPVSlar deymiz, doktorlar tushunishadi. Ketanol, diklofenak, artofen, kupen, bolnol, ibuprofen, miktorius, citramon, trimol bu dorilar juda ko'p. Bu tartibda yana uzoq davom ettirish mumkin. Bularda hammasi yallig'lanishga qarshi nosteroid preparatlar. Og'riq qoldiruvchilarda 90% bular hammasi aspirinning avlodlari. Aspiringa tarkibi jihatdan yaqin, ta'sir mexanizmi ham yaqin. Bularda ta'siri hammasi selektiv SOK2 ni bloklaydi. Ya'ni bu tomonga aloqasi yo'q. Faqat selektiv bloklaydi. Mana shuni o'zini bloklaydi. Natijada prostaglandin sintezi to'xtaydi va biz aytadigan ta'sirlar paydo bo'ladi. Ya'ni og'riq qoladi, temperatura tushadi, tomirlar torayadi, qon qo'yiladi va oshqozon himoyasiz qoladi. Bu dorilar shuning uchun oshqozoni kasallariga mumkin emas. Va yosh kattalarga uzoq muddat ichish mumkin emas. Masalan, artofen ichib yuradiganlar ko'p. Artofen davleniyani ozgina oshirib, qonni qo'yiqlashtirish effekti bor. Ya'ni shuni bloklashdan kelib chiqadi bu ta'sir. Xullas, qisqacha aytilganda, qonda agar maqsadingiz suyultirish bo'lsa, faqat 300 mg dan kam dozada aspirin yoki trombopol, trombaz, kardiomagnil, bularda ham turi ko'p, tarkibi asetilsalsilik kislota bo'lsa bo'ldi. Agar sizda yallig'lanishni yo'qotish, shamollashni yo'qotish, temperatura tushirish maqsadida bo'lsa, 300 mg dan oshiq ichsangiz bo'laveradi. Ya'ni bu tomoniga ta'sir qiladi. Agar sizga ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Agar birorta savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing, javob berishga harakat qilaman.